Kunligi va odam hul bo'lib ketadigan, asli va odam yiqilib tushadigan, ammo hech nimasi yo'q odam hech nima bo'lmaydigan hayot bu. Bugun sizga 10 ta kichik hikoya so'zlab beray. Hikoyada bir umrlik kishilik turmush tajribasi bayon qilingan. Uning ichidagi faqat birini tushuna olsangiz, 10 yil egri to'qay yo'lni azroq mangsiz. Buni saqlab olib, bekor qolgan vaqtlaringizda qayt anglab chiqing, ham o'zingiz yaxshi ko'radigan odamlaringizga yo'llab qo'ying. Birinchi hikoya. Tulki baksimiz o'g'irlikdan to'xkatkiga kirmaydi. 3 kun och qolgandan keyin ondan aran kira oladi. To'xkatga kirib, qo'sqin to'yg'azgandan keyin yana baksimiz o'tib ketgachga yana chiqolmaydi. Yana 3 kun katakning ichida och qolgandan keyin ondan katakning aran chiqa oladi. Eng oxirida u uxtab qo'ydi. Bu butunlay bekor avar bo'lganlik edi. Bizning kishilik hayotimiz model mana shunga o'xshash. Nam ata foyda manfaatni to'g'rishidan ilib kelib bo'lmaydi. O'lsimi ilib kelib bo'lmaydi. Butun kuchi bilan boylik qo'g'lashganda, huquq manfaat qo'g'lashganda o'zining yoshlik bahorini qaytarib kelib bo'lmaydi. O'zining sog'lomligini xo'ritish badaliga hayotini qaytarib kelib bo'lmaydi. Shunga bu odam umrda foyda ziyonga, huquq manfaatga bak ishlamaslik kerak. Ikkinchi hikoya. 3 odam birga sirtga chiqib, birisi kunlik ko'tarib oladi, ammo yomg'irda yo'l o'tib ketadi. Yana bir odam hastayinib oladi. Yarim yo'l kelganda ehtiyotsizlikdan yiqilib tushadi. 3-chi odamning qo'lida hech nimasi yo'q. Ammo aksicha hech nima bo'lmaydi. Chunki kunlik ko'tarib olgan odam qo'limda kunlik bog'u deb hech qanday ayanmay mangdi. Hastayinib olgan odam bo'lsa, o'zining ostiga tayinib mangdi. Qadamlari ham beparvo. Faqat quruq qo'l odam bo'lsa, hamma yerda shunchalik ehtiyotjon, qadam ehtiyot qilib mangdi. Bundan biz shuni tushunib olamizki, nurg'un kishilar o'ziniki kamchilik ustida mag'lub bo'lmaydi, aksicha o'zining ustunligi ishida mag'lub bo'ladi. Ko'p hollarda suv tushib xatarga uchraganlarning hammasi suv o'zishga mahir kishilar. 3-chi hikoya. O'xshash bir xil yog'ochdan o'xshash bo'lmagan 3 xil chelak yasaladi. Bir chelakka keraksiz axlatlarni, maynat narsalarni qachlaydi. Bu chelakdan hamma odam bezor bo'lib qasdan o'zini qachirdi. Ikkinchi xil chelak suv qachlaydigan chelak. Bu chelakka hamma odam ehtiyojli bo'lib, doim ishlatib turdi. 3-chi xil bo'lsa haraq qachlaydigan to'n. Buni kishilarning hammasi shunchalik qadrlaydi, e'tiborlaydi. Bizning kishilik hayotimiz model mana shunga o'xshash. Ro'yalab yashash uslubi, ko'z qarash o'xshash bo'lmasa, mangan kishilik hayot yo'li va kishilik hayotning oqibati tabiiyla osmon zimin farq qilib qoladi. 4-chi hikoya. Bir kambag'al Danadan o'zining nima uchun bir umr namratlikdan qutulolmaydiganligini so'raydi. Dana mundaq deydi. Chunki sen azaldan badal to'lash va berishni o'rganib boqmading, deydi. Kambag'al qaytarib so'raydi. Mening hech nimam bo'lmasa, nimamni beraman, deb so'raydi. Dana shundaq deydi ekan. Amaliyotda sening bir yaxshi niyatli kulimsirishing, samimiy maqtash madiyaring bo'lsa, bir illiqlik yetkazish. Bir ig'iz illiq so'z, bir qatimliq tashabbuskorlik bilan yo'l qo'yish, o'zingning chamisining yetishiga boshqalarga yordam berishning hammasi ato qilganlik, baganlik bo'ladi deydi ekan. Birisiga atirgul sovuq qilsang, qo'lingda xushburq qiladi, qilgan yaxshi ish o'zingga qaytadi deydi. 5-chi hikoya. Yo'l bo'yidagi farfur bo'yim sotadigan yaymikesh buvay ehtiyotsizlikdan bir tal qachisini chiqib soladi. Ammo keyini qarabmi qo'ymay, davomli oldi qarab mengayverdi. Boshqalar buni tushunmay, hayron qoladi. Buvay, men afsuslansam, chiqildig'ini chiqilib bo'ldi, buni o'zgartirmayman deydi. Bizning kishilik hayotimiz model mana shunday. Afsuslanishni qabul qilishga o'zgartib, o'tmishni tashlab qo'yishimiz kerak. Shu ishni hal qilib bo'lsa, siz ko'ngil qo'yib qilsangiz bo'ladi. Andish qilmasangiz bo'ladi. Ammo ish yuz berib bo'lgandan keyin uni o'zgartirib bo'lmasa, siz har qancha ikkilansangizmi, afsuslansangizmi o'rniga kelmaydi. 6-chi hikoya. Ba'zi dehqonlar kun bo'yi qatma-qat andishiga tushib, g'amga tushib, yomg'ir yig'ib qolsa qanday qilaman, bo'ron chiqib qolsa qanday qilaman deb bug'doy terishga jur'at qilolmaydi. Qiyin xatardan ansirab, hech ish qilishni xohlamaydi. Oxirida hech nima vujudga chiqarolmay, vaqtni behuda o'tkaziydi. G'am andishi bak ko'p bo'lib ketsa, qo'lni, qadamlaringizni bo'g'ib qo'ydi. Kishilik hayotingizda sinab beqish ishdan hargiz qo'rqmang. Noma'lum narsalardan qo'rqmang. Yurakli holda qadam tashlay olgan vaqtingizda ondan bir natija chiqadi. 7-chi hikoya. Jiraxtdan qaragan vaqtidagi egiz taqchoqsi nihoyat hayvatlik va go'zal ko'rinadi. Ammo siz taqchoqsiga haqiqiy yanishib chiqqandan keyin yana o'zingiz asli tug'an joyiniki nihoyat go'zal ekanligini his qilasiz. Tog' azaldan o'zgarib qolgani yo'q. Amaliyotda o'zgargani sizning ro'yotingiz. Siz egizda turib jiraxtdagi manzarlarni ko'ra olasiz. Hammasi bo'lsa, sizningki oyog'ingiz ostidagi bu tog' sizni ko'tarib, nazar doirangizni kengaytirganlikdan bo'ladi. Shunga kishilik hayotimizda odam nihoyat qanoatchan bo'lishi, hozir ega bo'lgan ko'z oldimizdagi xotirjamlik va baxtni qadrlashimiz kerak. 8-chi hikoya. Bir ama odam kechida yo'lga chiqqan vaqtida aksi uningga bir tal panus so'q bo'ladi. Mening ko'zim ko'rmaydigan tursa, bu panusning so'qqanining nima foydasi deb xafa bo'ladi. Aksi, sen ko'ramasanmi, lekin panus yo'ldan o'tganlarni yo'rta oladi. Boshqalar yo'roqlikni ko'rsa, san so'qilib ketmaydi deb javob berdi. Boshqalarni yo'rtish bilan bir vaqtda amaliyotda o'zimizning manziliga yetib bora olamiz. 9-chi hikoya. Ikki odam quyoshninki sharqdan ko'tarilishi yoki g'arbdan ko'tarilishi to'g'risida to'xtamay talash-tartış qilib, bir-birisiga yo'l qo'ymay urushib ketadi. Bir chet qarab turgan talib, nihoyat hayajonlangan holda, davli tushunmaydigan tunish tar odam bilan bir kun talash-tartış qilishning o'zi bir hamoqatlik emasmi deydi. Atrofingizdagi ba'zi bir nachar odam, nachar ishlarga eslab olmaslik, vaqtni isrof qilmasligingiz kerak. To'g'ri xato ustida munoziralashmasligingiz kerak.
Eng oxirida o'zingizning zehniy kuchi va vaqt sarf bo'ladi. Kayfiyatingiz buziladi. 10-hikoya. Yurtidan ayrilib uy ko'chib chiqqan 2 yosh bir buvayga yo'liqidi. Buvay nima uchun bu hikoyalarniki yurtidan ayrilganligini so'raganda, buning ichidagi bir yoshning javobi bo'lsa, uning yurtidagilarning odamgarchilik nihoyat murakkab chiqishib o'tish nihoyat tasavvurliqdan ko'chib chiqqanligini aytadi. Buvay unga javoban, sen boshqa joyga ko'chib qolsangmi baribir o'xshash, ko'ngildagidek bo'lmaydi deydi. Ammo yana bir yosh bo'lsa, mening yurtimdagilar bilan munosabatim intayin yaxshi, qo'shnilar bilan munosabatim nihoyat yaxshi. Ammo mening boshqa yurtlarning yashash odatlarini, urf-odatlarini tushungim bor deydi. Ruhiy holat bo'lsa, xuddi bir aynakka o'xshaydi. Qalbingizda qorong'ulik, og'rinish bo'lsa, ko'rganlaringizning hammasi shunday bo'ladi. Qalbingiz nihoyat iliq, oq ko'ngil bo'lsangiz, nega borsangiz muloyimlik va go'zallikni uchirta olasiz. Agar sizning ruhiy holatingiz yaxshi bo'lmasa, nega bormang, sizga bir boshqa tinchlik bor. Ruhiy holatingiz yaxshi bo'lsa, hamma yerda baxt eshigi sizga qarab ochiladi. Hozirgi qisqa film davrida men o'zimning shenjilik bir obrazimni tiklash uchun Qudusmalning kapitan Bayliq topida umid qilyapman. Men sizga o'xshash qisqa filmga yuzlanib, o'zimning bir shenjilik obrazimni tiklab, qilayotgan tijoratlarimni yaxshilasam bo'ladi, o'zimga bir iqtisodiy qimmat yaratsam bo'ladi deb o'ylagan bo'lsangiz, bosh betdan meni izlab, men bugun deb qo'shib olsangiz bo'ladi. Ajrim uchun qo'llab qo'yishni unutmang. Kelar qatim didorlashgacha omon bo'ling.